Og'a, xalq juda g'alavur qilardi bu. Kredit karta masalasida buni bir yo'lini qilib, xalqni chalg'itishimiz kerak. Nima emish o'zbek puli qonunda yozib qo'yilgan, hamma yerda ishlaydi deb ba'zi bir blogerlar gapira boshladi. Men Markaziy bank boshlig'i sifatida menga tushgan vazifani bajardim, sistemani tayyorladim. Xalqning ovozini o'chirib, hammasini sistemaga o'tkazib olsak, soqqani dodasini bosamiz, hamma bankkart ishlatsa. Siz Rishala xonimga aytib, xalqni chalg'itaman degandingiz. U ish nima bo'ldi, og'a? Xalq nega chalg'imayapti? U ish hal bo'ladi. Hozir Rishala ham keladi va yana bittasi keladi, otarchi. Rishala bilan shu yerda gaplashamiz. Og'a, bizni davramizda otarchiga nima bor? Biz kim u, otarchi kim? Bizlarning davramizda otarchiga bola bormi? Ha, jigar, nima deysan? Ishni bitirish uchun kerak bo'lsa eshakka ham tog'a deymiz. Hozir zamon shunaqa. Bu otarchini ham eshakdan farqi yo'q. Shunga ish bitguncha foydalanishimiz kerak. Doim gapga quloq soladi bu otarchi. Tushunarli, og'a. Kim ekan bu otarchi, ismi, jismi nima ekan? Nomi chiqqan otarchilardanmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Rishala xonim. Sizni bu yerda kutayotgan edik. Marhamat. Mana kelib oldim. Sizlarni ko'p kutirib qo'ymadimmi? Ishlarim ko'p edi, shunga biroz kech qoldim. Aybga buyurmaysizlar. Ha, mayli Rishala. Biz seni qancha bo'lsa ham kutamiz. Seni hurmating bor. Sen bizga juda kerakli kishisan. Biz shu desang, xalqni bank kart ishlatishga majburlashimiz kerak. Shunga sen xalqni chalg'itish uchun keraksan. Telefonda ham gaplashgandik. Trollar va saroy mullalari uddalay olmayapti. Xalq ularga quloq solmayapti. Shunga boshqa yo'lni qilish kerak. Ha, bizda yo'llar ko'p. Endi otarchilarni ishga solamiz. Otarchilar uddalaydi. Xalqni eng zo'r shular uxlatadi. Men qo'l ostimda juda ko'p otarchilar bor. Ular orqali xalqni chalg'itamiz. Sizlar xavotir olmanglar. Har xili bor. Luboy sohada chalg'itadigan otarchilarim bor. Mana hozir ko'rasizlar. Menda farfar degani bor. Karıniki kaymak, karınımı kaymak, karıniki kaymak, karıniki kaymak. Yigitiki turnarok, karıniki kaymak. Mana ko'rdinglarmi? Mana shunaqa farfar qanjiqchi otarchim bor. Bu xalqni va yoshlarni fahshga boshlab chalg'itadi. Ha, bizga shunaqa qanjiqchasi kerak. Bular juda yomon chalg'itadi, yoshlarni shular buzadi. Bizga shu kerak. Iye, ana otarchi Ozod keldi. Assalomu alaykum. Rishala xonim, men chaqirtirgan ekansiz. Menga nima xizmat, opajonim? Hamma xizmatga tayyorman. Ozod, seni madaniyat vaziri qildik. Biz xohlagandek xalqni uxlatib, chalg'itib, madaniyatni ham dabdala qilding. Endi senga yangi topshiriq bor. Bu kunlarda xalqni yanada ko'proq, yanada chuqurroq uxlatishingni, chalg'itishingni xohlaymiz. Farfar qanchiqcha bilan xalqni chalg'itgin, avu dutormi, tormi deb qilgan roliklaringdan yana qillaring. Qanday buyurgan bo'lsangiz, shunday bajaraman, opajonim. Sizga yoqqan bo'lsa, xursandman. Xohlasangiz sizga ham dutorni toridan podarka qilaman. Farfarga aytamiz, hoziroq olib keladi, opajonim. Mana, sizga dutor. Tor emas, dutor. Opajonim, dutordek tor bo'lib yuring. Qaniydi tor bo'lib yursam. Ozod, gazningni bos. Men orqangdaman. Bu xalqni ongli ravishda ongsizlashtirishimiz kerak. Ha, Rishala to'g'ri gapiryapti. Rishala bu mavzuda senga ishonadi. Rishalani ishonchini oqla doim. Xalqqa shunaqa narsalar bilan mashg'ul qilib qo'y. Xalq kelajak, vatan degan narsani o'ylamasin. Seni orqangda Rishala opang bor, Baranov akang bor. Yangi O'zbekistonda senga hech kim bir nima deya olmaydi. Hayot qimmat, yo'llar chuqur deb gapirganlarga sen aytgansan-u, otarchilik chuqur yo'ldan ham muhim deb. Shunaqa gaplaringdan gapir noliganlarga. Madaniyat uchun otarchilarni ko'paytirishimiz kerak. Fahshlik bo'lsa ham degin.
Bir mamlakatda qo'shiqchilar ko'payib ketsa, olimlar, muhandislar va o'qituvchilar kabi kasblar orqa planga tushib qoladi.